Erkaklarda bepushtlikka sabab bo'ladigan va ko'p uchraydigan xastaliklardan biri varikotseliya haqida. Varikotseliya kasalligi urug' tizimchasi venalarining varikoz kengayishi bo'lib, hayot uchun xavf soladigan kasallik emas. Biroq erkaklarda bepushtlikning rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu kasallikda bosqichlari bo'ladi. Bosqichlariga qarab dastlabki bosqichlarida konservativ litsenziyasi qilib davolasa bo'ladi. Ikkinchi, uchinchi bosqichlarida operativ yo'l bilan davolash tavsiya qilinadi. Operatsiya bilan davolashga ko'rsatma bo'ladi. Mayak sohasida og'riqlar, urug'lardagi astenoz va oligozospermiya holatlari, shu varikotseliya rivojlangan tomonda moyakni rivojlanishidan ortda qolishlari, bular operatsiyaga ko'rsatma bo'ladi. Bizning klinikamizda marmar usulida ushbu kasallikni operativ yo'l bilan davolab kelyapmiz. Agar sizda ham yuqoridagi shikoyatlardan bo'lsa, marhamat murojaat qilishingiz mumkin.